Assalomu alaykum. Men sizlar bilan Windows Minecraft kanali. Shunday hozir sizlarga Google hisobi yaratishni o'rgataman. Birinchi mana shu Google hisobi yaratmoqchi bo'lsangiz, mana shunday pastga o'tasiz va mana shuni pastga o'tasiz va mana shu ustiga shunday bosamiz. Ana ko'rsatdim. Boshladik. Mana shuni ustiga bosamiz. Ustiga bosasizlar. Bosganlaringizdan so'ng mana shunday bosdilaringizmi, endi keyin mana buni bosasiz va pastga o'tasiz. Pastga o'tgandan keyin boshqa hisob kiritishni bosasizlar. Mana shunday qilib qilasiz. Mana bosasiz. Shunday qilib bosamiz. Mana shuni bosgandan keyin mana shu hisob kiriting deydi. Mana shu bosganlaringizdan so'ng telefon kodini, parolni chizasiz. Shuni bosganlaringizdan so'ng kutib turasiz. Bosinglar, agar internet 4GB bo'lishi kerak. Hisob yaratishni bosasizlar. Yoki agar siz shaxsiy foydalanishimni bosasizlar. Ism kiritasizlar. Masalan, yerdingiz yil deydim. Yil necha? Aslida bu to'lgan kun emas, chunki men sizlarga ko'rsatyapman, misol uchun deyapman. Shuning uchun Zohir mana bo'ldi. Zohir Po'latov birinchisini tanlaymiz yoki o'zlaringiz yaratishni bossanglar ham bo'ladi. Parol, xohlagan parol, ishonchli parol yarataman. Parol. Yo'qotib turasiz, sizlar ko'rmasliklaring zarur. Aniq qildik. Endi mana shunday yaratgan emailingiz mana bu yerdan chiqib turadi. Keyingisini bosamiz. Va oxiriga o'tamiz. Roziman deb yozgan joyda bosamiz. Kutib turamiz. Qolku. Shunday bo'lishi. Mana bu Google xizmatida. Kutib turamiz. Besh minut. Mana sizlarga ko'rsataman. Mana ko'rsataman. Endi salomat bo'lasiz. Yaxshi qilinglar. Aytgancha Google hisobini tiklash video chiqargan edim. Menga hali hech kim like bo'lmabdi. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar va yana bir kanal bor. Manono chiziqcha sizga obuna bo'lib qolasizlar. Katta rahmat. Obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin Google hisob 2 kundan keyin video olib ko'rsataman dedim sizlarga. Google hisobni video olib ko'rsataman. Yana endi qanday bo'lishini ko'rsataman. Mayli, yaxshi.